Diqqat pensionerlarga! Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil yanvar oyidan boshlab pensiyalar oshiriladi. Naqd pulsiz oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirildi. Kimlar oladi? Qancha miqdorda oshadi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, eng muhim tafsilotlar aynan oxirida. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shunda eng so'nggi pensiya yangiliklaridan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Diqqat qiling, 2026-yil yanvar oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning yanvar oyi to'lov ro'yxatlariga kiritilgan 4,2 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirilib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,8 million nafar yoki jami oluvchilarning 89% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlanadi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya to'lovlarini naqd shaklda oluvchilarga pensiya to'lovlari 5-yanvar kunidan boshlab tasdiqlangan grafiklarga asosan Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyilgan xabarda.